qimmatli boylik. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, studiyamizga tashrif buyurgan aziz bilimdonlar. Efirda idrok intellektual o'yini. Ushbu o'yinda o'z ta'lim muassasasidan eng faol, eng a'lochi va eng namunali o'quvchilar ishtirok etadi. O'yinimiz maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Endi esa men sizlarni o'yinimiz ishtirokchilari bilan tanishtirib o'tsam. Bizning birinchi raqamli ishtirokchimiz Xiva shahar 17-sonli maktab o'quvchisi Abbos Yusupov. Abbos tarix faniga qiziqadi. U Shumbola filmini sevib tomosha qiladi. Kelajakda Germaniya davlatiga safarni rejalashtirgan. Bizning ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Bog'ot tumani 2-sonli ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan maktab o'quvchisi Mohinur Sherjanova. Mohinur ingliz tili faniga qiziqadi. Uning sevimli kinofilmi O'zbek qizi. U kelajakda Angliya davlatiga safarni rejalashtirgan. Bizning 3-raqamli ishtirokchimiz Shovot tumani 4-sonli maktab o'quvchisi Orifjon Ko'zobayev. Orifjon geografiya faniga qiziqadi. Uning sevimli kinofilmi Ilhaq. U kelajakda Gretsiya davlatiga safarni rejalashtirgan. Endi esa men sizlarni o'yinimiz eksperti bilan tanishtirib o'tsam. Zakovat intellektual klubi nodavlat notijorat tashkiloti hududiy koordinatori, Shuhrat medali sohibi Azamat Matkarimov. O'yinimiz qoidalari bilan ham bizni Azamat aka Matkarimov tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli bilimdonlar. Aziz yurtdoshlar, biz Zakovat intellektual klubi nodavlat notijorat tashkiloti va Xorazm teleradio kanali bilan hamkorlikda tasvirga olayotgan idrok intellektual o'yinini boshlamoqdamiz. Demak, bizning o'yinimiz 3 ta turdan iborat bo'ladi. Bular 2 ta tur va final bahslari. Har bir turda biz 5 tadan mavzu o'ynaymiz va har bir mavzuda biz 5 ta savol beramiz. Demak, har bir savolning o'z qiymati bor. Bular 10, 20, 30, 40 va 50 ballik savollardan iborat bo'ladi. Agar ishtirokchilar savollarga to'g'ri javob variantini bersa, aynan o'sha ballni qo'lga kiritishadi. Agar noto'g'ri javob variantini bersa, unda ishtirokchilar o'sha ballning qarama-qarshi, ya'ni manfiga ega bo'lishadi. Demak, o'yinimiz qoidalari tushunarli bo'lgan bo'lsa, ishtirokchilarga omad tilagan holda birinchi turimizni boshlaymiz. Ishtirokchilarimiz o'yin qoidalari bilan ham tanishib o'tishdi. Endi esa bilimdonlarimiz tayyor bo'lsa, men ularga birinchi tur mavzularini o'qib eshittiraman. Birinchi tur birinchi mavzu iboralar. Ikkinchi mavzu qiziqarli geografiya. Uchinchi mavzu fobiyalar. To'rtinchi mavzu o'zbek adabiyoti. Beshinchi mavzu barcha javoblar B harfidan boshlanadi. Ishtirokchilarimizga omad tilagan holatda birinchi tur birinchi mavzu iboralar mavzusining 10 ballik savolini o'qib eshittiraman. Ayni bir paytda ikki narsani ko'zlab ish tutishni nazarda tutilib, aytiladigan o'zbek iborasida bir jonzot ham tilga olinadi. Savol: ushbu jonzotni toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 10 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning javobi bu quyon edi, ya'ni bir o'q bilan ikki quyonni urmoq, ya'ni bir paytda ikkita narsani ko'zlab harakat qilmoq degan ma'noni anglatadi. Endi esa bizda 20 ballik savol. Arzimagan narsani deb jahl ustida nojo'ya, zararli ish qilib qo'yishni nazarda tutadigan o'zbek iborasida ko'rpa bilan birga yana bir hasharot turi ham tilga olinadi. Savol: ushbu hasharot nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 20 ballik savolimizning javobi bu burga edi, ya'ni burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirmoq. Ya'ni jahl ustida nojo'ya, zararli ishlarni qilib qo'yish degan ma'noni anglatadi bu iboramiz. 30 ballik savol. Ushbu ibora avvalgisidan ham yomoniga uchramoq sifatida ishlatiladi. Ushbu o'zbek iborasida ikkita tabiat hodisasi tilga olinadi. Savol: har ikkala tabiat hodisasini ham ayting. Vaqt ketdi.
Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Shamoldan qochib bo'g'inga tutilmoq. Sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 30 ballik savolimizda qordan qochib yomg'irga tutilmoq yo bo'lmasam yomg'irdan qochib do'lga uchramoq degan iboramiz edi. Juda ham to'g'ri, sizning ilk 30 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Endi esa bizda 40 ballik savol. Ushbu ibora qochib kutilgani joy topolmay qolganda ishlatiladi. Ushbu o'zbek iborasida bir jonzot ham tilga olinadi. Savol: ushbu jonzotni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Buzoq. Buzoqni yurgan samoxonaga. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Abbos, Mohinur, sizlarda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 40 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi bu sichqon edi, ya'ni sichqonni ini 1000 tanga bo'lmoq, ya'ni qochib qutulishga joy topa olmay qolganda ishlatiladigan iboramiz edi. Endi esa bizda birinchi tur birinchi mavzuning so'nggi 50 ballik savoli. Eslatib o'tamiz, 50 ball bo'lgani uchun birozgina ishtirokchilarimizga qiyinlik tug'dirishi mumkin. O'ylaymanki, siz bunga ham hech qiynalmasdan to'g'ri javob berasiz. Ushbu ibora yomon niyat bilan deyarli aybi yo'q kishining faoliyatidan ayb topishga harakat qilish ma'nosida ishlatiladi. Ushbu o'zbek iborasida bir inson tana a'zosi ham tilga olinadi. Savol: ushbu tana a'zosi nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchi Mohinur, sizning javobingiz? Tirnoq. Tirnoq, ofarin, juda ham to'g'ri aytdingiz. Aynan bu iboramiz tirnoq ostidan kir qidirish, ya'ni insonlardan yomon niyat bilan deyarli aybi yo'q kishining faoliyatidan ham ayb topish degan ma'noni anglatadi. Sizni ilk 50 ballingiz bilan tabriklayman. Bizda birinchi tur birinchi mavzu iboralar mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bizda birinchi turning ikkinchi mavzusi qiziqarli geografiya. Ishtirokchilarimizga ikkinchi mavzuda ham omad tilagan holatda 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. O'zbekistonda dengiz sathidan 400 metr balandlikkacha bo'lgan joylar shunday mintaqa deb yuritiladi. Bu yerlardan yaylov chorvachiligida foydalaniladi, ammo ozuqa boyligi juda kam. Bitta qo'yni boqish uchun 2-3 gektar o'tloq talab etiladi. Savol: gap qanday mintaqa haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 10 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning javobi esa bu cho'l mintaqasi edi. Ya'ni cho'l mintaqasida aynan yaylov chorvachiligidan foydalaniladi, ammo ozuqa boyligi juda kam hisoblanadi. Shuning uchun ham bu savolimizning javobi cho'l mintaqasi edi. Endi esa bizda 20 ballik savol. O'zbekistonda dengiz sathidan 400-1200 metr balandlikkacha bo'lgan joylar shunday mintaqa deb yuritiladi. Bu yerlar cho'l iqlimidan mo'tadilroq bo'ladi. O'simlik turi ko'p va zich, tuprog'i chirindiga boy. Savol: gap qanday mintaqa haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Tog' mintaqasi edi. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 20 ballik savolimizning javobi bu Adir mintaqasi edi, ya'ni Adirda o'simlik turi ko'p va zich bo'ladi, tuprog'i chirindiga boy hisoblanadi. Bizda 30 ballik savol. O'zbekistonda Adirdan baland joylarga, ya'ni dengiz sathidan 1200 metrdan baland bo'lgan joylarga to'g'ri keladigan joylarga shunday mintaqa deyiladi. Ushbu mintaqada yoz nisbatan qisqa, yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Tuprog'i nihoyatda chirindiga boy. Savol: gap qanday mintaqa haqida ketmoqda? Vaqt ketdi.
Bizda 3-raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Tog' mintaqasi. Ofarin, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 30 ballik savolimizning javobi bu tog' mintaqasi edi. Sizga bu savolimizga to'g'ri javob berishda qaysi ikkala so'zimiz yordam berdi? Chirindiga boy, yana adirlikdan teparoqda joylashgan. Deganligi sizga yordam berdi. Juda ham to'g'ri javob berdingiz. Ofarin. Endi esa bizda 40 ballik savol. O'zbekistonda daryolardagi yillik suvning 70-95% 3-4 oy davomida bahor oylariga va yoz boshiga to'g'ri keladi. Daryo suvlari u yerlarga yig'ilib, yil davomida tejab sarflanadi. Savol: u yer deganda nima nazarda tutilmoqda? Vaqt ketdi. Bizda yana 3-raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Suv omborlari. Ofarin, sizning javobingiz da ham to'g'ri. Siz yana bizning savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Aynan 40 ballik savolimizning javobi bu suv ombori edi. Siz geografiya faniga juda qiziqsangiz kerak, to'g'rimi? Ha, albatta. Shuning uchun ham savollarimizga to'g'ri javob beryapsiz. Ofarin. Endi esa bizda ikkinchi mavzu qiziqarli geografiya mavzusining so'nggi 50 ballik savoli. U ko'chish degan ma'noni bildiradi. U ichki va tashqi ko'chishlarga bo'linadi. Savol: uni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi bu migratsiya, ya'ni bilamizki migratsiyaning ichki va tashqi ko'chishlarga bo'linadi va ko'chish degan ma'noni anglatadi. Bizda birinchi tur, ikkinchi mavzu qiziqarli geografiya mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa birinchi tur, uchinchi mavzu fobiyalar. Bilamizki, fobiyalar bu nimalardandir qo'rqish hisoblanadi. Agar tayyor bo'lsangiz, 10 ballik savolimni o'qib eshittiraman. Aerofobiya bu ishni qilishdan qo'rqish sanaladi. Savol: aerofobiya nima qilishdan qo'rqish sanaladi? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Havo tepalikdan pastga sakrashdan ma'noda. Sizning javobingiz ham aynan bu savolimizga to'g'ri keladi va to'g'ri javob deb qabul qilamiz. Aynan aerofobiya samolyot yoki uchish, balandlikdan qo'rqish degan ma'noni anglatadi. Juda ham to'g'ri. Endi esa bizda 20 ballik savol. Akvafobiya undan qo'rqish sanaladi. Gidrofobiyadan biroz farq qiladi. Savol: akvafobiya nimadan qo'rqish sanaladi? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizga to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 20 ballik savolimizning javobi bu suv edi. Ya'ni akvafobiyasi bo'lgan insonlar suvdan qo'rqishar ekan. Endi esa bizda 30 ballik savol. Bibliofobiya ulardan qo'rqish sanaladi. O'ylaymanki, bilimdonlarimizdan bu fobiya turi mavjud emas. Savol: bibliofobiya nimadan qo'rqish sanaladi? Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Tabiatdan qo'rqish, tabiat hodisalaridan. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 30 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 30 ballik savolimizning javobi esa bu kitob o'qishdan yoki kitoblardan qo'rqish ekan. Bibliofobiya degani bu shu aynan kitob o'qishdan qo'rqish sanalar ekan. Menimcha sizlarda bunday fobiya yo'q, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Endi esa bizda 40 ballik savol. Dentofobiya bu bir soha vakillaridan qo'rqish sanaladi. Savol: gap qaysi soha vakillari haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchi Mohinur, sizning javobingiz? Tish doktori. Tish shifokorlari. Ofarin, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. To'g'ri javob berdingiz. Aynan o'zingiz tish doktorlaridan qo'rqasizmi? Sizda bunday fobiya bormi? Yo'q. Juda ham yaxshi. Endi esa bizda 50 ballik savol. Ixtiofobiya undan yoki uni iste'mol qilishdan qo'rqish sanaladi. Savol: ixtiofobiya nimadan qo'rqish sanaladi? Vaqt ketdi.
Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchi Mohinur, sizning javobingiz? To'g'ri. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari, ya'ni to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi esa bu baliqdan, ya'ni ixtiofobiyadan qo'rqadigan insonlar aynan baliqdan yoki baliq iste'mol qilishdan qo'rqishar ekan. Bizda birinchi tur 3-mavzu, fobiyalar mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bizda birinchi turning 4-mavzusi, o'zbek adabiyoti. Men shu mavzudan foydalangan holatda ishtirokchilarimizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Aynan Mohinur, siz adabiyotga qiziqasizmi? Qaysi asarlarni sevib o'qiysiz? Albatta, O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarini sevib o'qiganman. Sevib o'qigansiz, juda ham yaxshi. Abbos, sizchi qaysi asarlarni sevib o'qiysiz? Qanday asarlarni mutolaa qilishni yaxshi ko'rasiz? O'zim Sulqonning Kecha va kunduz asarlarini sevib o'qigansiz, juda ham yaxshi. Orifjon, sizchi qanday janrdagi asarlarni o'qishni xohlaysiz? Eng sevimli asaringiz qaysi? Ikki eshik orasi asari. Eng sevimli asaringiz, juda ham yaxshi. Barakalla. Endi esa siz tayyor bo'lsangiz, men 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Alpomish dostonida Barchindan choparlar kelgach, u Alpomishni Barchin uchun kurashishga chorlaydi. Savol: uni toping. Vaqt ketdi. ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning javobi bu qaldirg'och edi. Ya'ni Barchindan choparlar kelganda aynan Alpomishni Barchinni qutqarishga undaydigan obraz bu Alpomishning ukasi qaldirg'och hisoblanadi. Bu Alpomish dostonida ham berilgan. Bizda 20 ballik savol. Bu adibning adabiyotga bo'lgan mehri onasi Shahodatbonu tufayli paydo bo'lgan. U o'z xotiralarida o'zining xayol daryosi kengligi, o'qtin o'zicha mashq qilib, she'r yozganlarini ta'kidlaydi. Savol: 1905-yil Toshkentda tug'ilgan ushbu shoir va yozuvchi kim? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 20 ballik savolimizning javobi bu Oybek edi. Ya'ni adabiyotga bo'lgan mehr aynan onasi Shahodatbonu tufayli paydo bo'lganligini, ya'ni o'z xotiralarida aytib o'tar ekan. Endi esa bizda 30 ballik savol. Bu yozuvchi o'z ssenariysi bo'yicha suratga olingan Masxaraboz filmiga rejissyorlik qilgan. Savol: 1951-yil Bulung'ur tumanida tug'ilgan ushbu yozuvchi kim? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 30 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 30 ballik savolimizning javobi bu Sharof Boshbekov edi. Ya'ni Sharof Boshbekov Masxaraboz filmiga rejissyorlik qiladi, ya'ni o'zi ssenariy bo'yicha suratga olingan. Bilamizki, Sharof Boshbekovning Temur xotin komediyasi ham juda ham mashhur. Endi esa bizda 40 ballik savol. 2000-yilda shoir Omon Matchonning Avestoning 2700 yilligiga bag'ishlab ushbu asarni chop qildirdi. Yaqinda Xiva shahrida shu nomdagi turistik majmua foydalanishga topshirildi. Savol: ushbu asar nomini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 40 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi bu Arda Xiva edi. Ya'ni Arda Xiva deya Omon Matchonning asari ham bor. Bilamizki, yaqinda Xiva shahrida aynan Arda Xiva nomidagi turistik majmua foydalanishga topshirildi. Endi esa bizda birinchi tur 4-mavzuning so'nggi 50 ballik savoli. Kuzning birinchi kuni arizasiga ko'ra oqar suv
Yer yonganda, kurort kabi asarlar ushbu muallif qalamiga mansubdir. Savol: o'zidan o'lmas asarlar qoldirgan ushbu yozuvchi kim edi? Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchi Mohinur, sizning javobingiz? O'lmas Umarbekov. Ofarin, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 50 ballik savolimizning javobi bu O'lmas Umarbekov edi. O'zingiz O'lmas Umarbekovning asarlariga, ijodiga qiziqasizmi? Albatta, qiziqaman. Juda ham yaxshi. Ofarin, sizni 50 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Bizda birinchi tur 4-mavzu ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa birinchi tur 5-mavzu. Barcha javoblar B harfidan boshlanadi. 10 ballik savol. Boomer avtomarkasi aynan mana shu avtokompaniyaga tegishli sanaladi. Savol: gap qaysi avtokompaniya haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? BMW. Ofarin, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan bu yerda siz aytib o'tgandek BMW avtokompaniyasi haqida gap ketmoqda edi. O'zingiz mashinalarga qiziqasizmi? Aynan qaysi mashina turini yaxshi ko'rasiz? Kelajakda olish niyatingiz bor? Shu BMW avtomobili M5 F90 tayyorlash mashinaga. Juda ham yaxshi, ofarin. Endi esa bizda 20 ballik savol. Cochabamba, La Paz, Santa Cruz shaharlari aynan ushbu davlatda joylashgan. Savol: gap qaysi davlat haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Boliviya. Ofarin, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan bu yerda Boliviya davlati haqida gap ketmoqda edi. Sizni 20 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Bizda 30 ballik savol. Butros G'oliy 1992-1996 yillar ushbu yirik tashkilotning rahbari bo'lgan. Savol: gap qaysi tashkilot haqida ketayotganligini ayting. Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? BMT, Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Barakalla, siz yana to'g'ri javob berdingiz. Aynan 30 ballik savolimizda Birlashgan Millatlar Tashkiloti haqida gap ketmoqda edi. Sizga qaysi kala so'zimiz yordam berdi? Shu xalqaro tashkilot degan. Xalqaro tashkilot, eng yirik xalqaro tashkilot degan sizga yordam berdi. Juda ham yaxshi, ofarin. Endi esa bizda 40 ballik savol. Germaniya parlamentining quyi palatasi aynan shunday nomlanadi. Savol: Germaniya parlamentining quyi palatasi qanday nomlanadi? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 40 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi esa bu Bundestag edi. Ya'ni Germaniya parlamentining quyi palatasi aynan Bundestag deb atalar ekan. Bizda birinchi tur 5-mavzuning so'nggi 50 ballik savoli qaysidir ma'noda birinchi turning ham yakuniy savoli hisoblanadi. Tayyor bo'lsangiz savolni o'qiyman. AQShdagi Pentagon ma'muriy binosining ma'nosini tarjima qilsak, shunday degan ma'noni anglatadi. Savol: AQShdagi Pentagon ma'muriy binosining ma'nosi nima? Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? 5 burchak. Barakalla, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 50 ballik savolimizning javobi bu 5 burchak edi. Sizga qaysi kala so'zimiz yordam berdi? Pentagon. Pentagon degan so'z sizga yordam berdi. Juda ham yaxshi, ofarin. Sizni birinchi turdagi so'nggi 50 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. O'yinimizda birinchi tur ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bilimdonlarimizning ishtiroki va birinchi tur natijalari bilan tanishish uchun ekspertimiz Azamat aka Matkarimovga yuzlanamiz. Mana aziz yurtdoshlar, bizda birinchi tur ham o'z nihoyasiga yetdi va albatta unda bilimdonlarimiz ancha faol ishtirok etishdi. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz birinchi tur yakunlari bo'yicha o'z xulosalarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Demak, bizda birinchi tur yakuni bo'yicha birinchi raqamli ishtirokchimiz Abbosbek Yusupovda jami 40 ball. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Mohinur Sherjonovada birinchi tur yakuni bo'yicha jami 90 ballni tashkil etadi. Va uchinchi raqamli ishtirokchimiz Orifjon Qo'ziboyevda birinchi tur yakuni bo'yicha jami to'plagan ballari 90 ballni tashkil etadi. Demak, birinchi tur yakunlari quyidagilardan iborat. Va agar ruxsat bersangiz, biz ikkinchi turni boshlaymiz va albatta ikkinchi turda ham ishtirokchilarimizga faollik va omad tilaymiz.
Natijalar bilan ham tanishib oldik. Endi esa men ishtirokchilarni ikkinchi tur mavzulari bilan tanishtirib o'tsam. Ikkinchi turning birinchi mavzusi musiqa olami. Ikkinchi mavzu matristada L. Uchinchi mavzu aka-ukalar. To'rtinchi mavzu oylar nomlari. Beshinchi mavzu muzlatgichlar. Ishtirokchilarimizga ikkinchi turda omad tilagan holatda ikkinchi turning birinchi mavzusi musiqa olami mavzusining 10 ballik savolini o'qib eshittiraman. Musiqa va raqs harakatlari orqali obrazlar, voqealar yaratish san'ati aynan shunday nomlanadi. Savol: biz bu san'at turini qanday ataymiz? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Bizda teatr. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Ikkinchi raqamli ishtirokchi Mohinur, sizning javobingiz? Xoreografiya. Yo'q, afsuski sizning javobingiz ham noto'g'ri. Orifjon, sizda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Xo'sh, Orifjon, sizning javobingiz? Balet. Ofarin, sizning javobingiz ham to'g'ri. Aynan 10 ballik savolimizda balet haqida gap ketmoqda edi. Ya'ni musiqa va raqs harakatlari orqali obrazlar, voqealar yaratish san'ati aynan balet deb ataladi. Sizni 10 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Tayyor bo'lsangiz 20 ballik savol. Turli cholg'u ijrochilari guruhlaridan tuzilgan jamoa aynan shunday nomlanadi. Savol: bu jamoa qanday atalishini toping. Vaqt ketdi. Bizda yana ikkinchi raqamli ishtirokchi Mohinur, sizning javobingiz? Ansambl. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Bizda uchinchi raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Orkestr. Barakalla, siz yana savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Aynan 20 ballik savolimizning javobi bu orkestr edi. Aynan sizga qaysi ikkala so'z yordam berdi to'g'ri javobni aytishda? Barcha cholg'u asboblari qatnashgan guruh. Juda ham to'g'ri javob berdingiz. Endi esa bizda 30 ballik savol. Eng katta musiqiy asbob aynan shunday ataladi. Ushbu damli klavishli musiqa cholg'u asbobidan ayniqsa Yevropada cherkovlarda foydalanishadi. Savol: ushbu cholg'u asbobini toping. Vaqt ketdi. Biz uchinchi raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Arfa. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 30 ballik savolimizning javobi bu organ edi, ya'ni eng katta musiqiy asbob va Yevropada cherkovlarda foydalanishadi bu asbobdan. Tayyor bo'lsangiz 40 ballik savolni o'qib eshittiraman. Nicola Amati, Giuseppe Guarneri, Antonio Stradivari kabi insonlarni ushbu musiqa asbobini yasaydigan mohir ustalar bo'lishgan. Hozirda ushbu ustalar tomonidan yasalgan ushbu musiqa asboblari kim oshchi savdolarida yuqori baholanadi. Savol: gap qaysi musiqa asbobi haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Skripka. Skripka. Barakalla, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 40 ballik savolimizning javobi bu skripka. Siz bunday javobga kelishingizda qaysi so'z yordam berdi? Sizga savolimizga. Yaratgan insonlarning nomlari. Yaratgan insonlarning nomlari sizga yordam berdi. Juda ham yaxshi. Ofarin. Endi esa bizda ikkinchi tur birinchi mavzuning so'nggi 50 ballik savoli. Eslatib o'taman, 50 ball bo'lganligi uchun savolimiz biroz murakkab bo'lishi mumkin, lekin ishtirokchilarimiz unga ham to'g'ri javob beradi degan umiddaman. Savolni eshiting. Teatr, balet va operalar orasidagi bo'ladigan kichik tanaffuslar aynan shunday nomlanadi. Savol: ushbu tanaffuslar qanday nomlanishini ayting. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi esa bu antrakt edi. Ya'ni teatr, balet, operalar orasida bo'ladigan kichik tanaffuslar aynan antrakt deb atalar ekan.
Bizda ikkinchi tur birinchi mavzu ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bizda ikkinchi turning ikkinchi mavzusi matrisada A-L. Bu mavzuni bizga tushuntirib berish uchun ekspertimiz Azamat aka Matkarimovga yuzlanamiz. Aziz yurtdoshlar, biz bu kabi mavzularni oldingi o'yinlarimizda ham o'ynamoqdamiz. Demak, bizda bugungi mavzumuz matrisada A-L. Bunda bizda albatta javobda A va L harflari ketma-ket kelishi kerak. Masalan, algebra, al-xorazmiy yoki tavakkal kabi so'zlardan iborat bo'lishi kerak. Demak, shart tushunarli bo'lgan bo'lsa, ishtirokchilarga omad tilagan holda ikkinchi mavzumuzni boshlaymiz. Ishtirokchilarimizga mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, 10 ballik savolni eshittiraman. Bir vaqtlar o'zbeklar ko'lni shunday atashgan ekan. Hozir ham ayrim shevalarda ko'l shunday ataladi. Savol: qanday atalishini toping. Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchi Mohinur, sizning javobingiz? L. Ofarin, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan hozirgi kunda Xiva shevasida ham qo'l al tarzida ishlatiladi. Juda ham to'g'ri, sizni 10 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Endi esa bizda 20 ballik savol. Mashhur yozuvchimiz Oybekning avtobiografik asarining nomi aynan shunday nomlanadi. Savol: ushbu avtobiografik asar qanday nomlanishini toping. Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Eldan keldilar. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 20 ballik savolimizning javobi bu bolalik edi. Bilamizki, Oybekning bolalik asari juda ham mashhur asar hisoblanadi. Endi esa bizda 30 ballik savol. 1880-yilning 28-aprelida London hayvonot bog'iga Avstraliyadan ushbu jonzot ilk bola keltirilgan. Savol: Avstraliyadan London hayvonot bog'iga qaysi jonzot ilk bora keltirilgan edi? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Yalqov. Afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. 3-raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Koala. Ofarin, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 30 ballik savolimizda koala haqida gap ketmoqda edi. Endi esa bizda 40 ballik savol. Bu asarda kuda andachilik mojarolari tasvirlangan bo'lib, qahramonlar tilidan 400 dan ortiq maqol keltiriladi. Savol: gap qaysi asar haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 40 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi esa bu zarbul masal edi. Ya'ni zarbul masalda aynan quda andachilik mojarolari tasvirlanadi, hayvonlar tilidan olib boriladi va 400 dan ortiq maqollar keltiriladi. Endi esa bizda ikkinchi tur, ikkinchi mavzu matrisada A-L mavzusining so'nggi 50 ballik savoli. Afrika qabilalarida bunday insonlarni qadrlab, hatto quyoshga ham o'xshatishgan. Savol: gap qanday toifadagi insonlar haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 50 ballik savolimizga javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi esa bu kal edi. Ya'ni kal insonlarni Afrika qabilalari qadrlashgan va hatto quyoshga ham o'xshatishgan ekan. Bizda ikkinchi tur, ikkinchi mavzu ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi ikkinchi turning 3-mavzusi aka-ukalar. Bilimdonlarimiz tayyor bo'lsangiz, men 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Ularning biri hayvonlar qirolini, biri hayotda bo'lmagan bir mavjudotni, biri esa o'g'rilarni yengadi. Savol: bu qahramonlar kimlar edi? Vaqt ketdi.
Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 10 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning javobi bu 3 aka-uka botirlar edi. Ya'ni 3 aka-uka botirlarda kattasi hayvonlar qirolini, o'rtanchasi bo'lmagan bir mavjudotni va so'nggisi o'g'rilarni yengar edi. Menimcha hammangiz bu ertakni o'qigan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Hech hissi yo'q. Keyingi savollarimizga to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. 20 ballik savol. Ushbu mashhur yozuvchilarni kattasining ismi Yakob, kichkinasini ismi esa Vilgelm edi. Savol: ushbu ikki aka-ukani mashhur va bizga tanish familiyasini ayting. Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Aka-uka Grimlar. Ofarin, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 20 ballik savolimizda aka-uka Grimlar haqida gap ketmoqda edi. Sizga qaysi kal so'z yordam berdi aynan to'g'ri javob berishda? Ismlari yordam. Ismlari yordam berdi sizga, juda ham yaxshi, ofarin. Endi esa bizda 30 ballik savol. Bu mashhur aka-ukalar o'zaro kelishmay qolishadi. Shundan keyin kichigi Adolf Adidas firmasiga asos soladi. Akasi Rudolf esa aynan shu firmaga asos soladi. Savol: Rudolf qaysi firmaga asos solganini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 30 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 30 ballik savolimizning javobi esa bu Puma edi. Ya'ni Adolf Adidas firmasiga asos solgan bo'lsa, akasi Rudolf esa Puma firmasiga asos solgan hisoblanadi. Endi esa bizda 40 ballik savol. 1925-yili aka-uka Wernerlar aynan ushbu kompaniyaga asos solishadi. Savol: ular asos solgan kompaniya qanday nomlanishini toping. Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Warner Bros. kompaniyasi. Kino kompaniyasi. Barakalla, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan siz 40 ballik savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Sizga qaysi kal so'z yordam berdi? Ya'ni nechanchi yilda tashkil qilinganligimi yoki aka-ukalarning familiyasimi? Familiyasi, kino kompaniyaning nomi. Kino kompaniyaning juda ham yaxshi, ofarin. Sizni 40 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Endi esa bizda so'nggi 50 ballik savol. Abdulla Qodiriyning Uloqda hikoyasida bosh qahramon Turg'unning akasining ismi aynan shunday edi. Savol: qanday edi? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi esa bu Mahkamboy edi. Ya'ni Uloqda hikoyasidagi bosh qahramon Turg'un bo'ladi va uning akasining ismi Mahkamboy edi. Bizda ikkinchi tur 3-mavzu aka-ukalar mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi 4-mavzu oylar nomlari. Tayyor bo'lsangiz 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Qadimgi Rim ayollari va oilaviy turmush homiysi bo'lgan bir ma'budaning nomi mazkur oyning atamasiga sabab bo'ladi. Bu oy Rimning birinchi konsuli Brutni ulug'lab qo'yilgan degan gaplar ham bor. Savol: mazkur 30 kunlik oy nomini ayting. Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchi Mohinur, sizning javobingiz? Yuliy Sezar. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Shu yerda bir narsa aytib o'tishim kerakki, siz bu yerda javoblarda aynan oy nomlarini aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Aynan javobda oy nomlari so'ralyapti bizdan. Boshqa ishtirokchilarda to'g'ri javoblanish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Abbos, sizning javobingiz? Avgust. Yo'q, afsuski sizning javobingiz ham noto'g'ri. Orifjon, sizda to'g'ri javoblanish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari, ya'ni to'g'ri javob variantlari bo'lmadi.
10 ballik savolimizning javobi bu iyun edi. Ya'ni iyun nomining atalishi qadimgi Rim ayollar va oilaviy turmush homiysi bo'lgan Mabudaning nomi Yunoniy bo'lgan. Brutning ikkinchi ismi Yuni bo'lgan. Ya'ni uning sharafiga atab iyun degan nom berishgan ekan. Endi esa bizda 20 ballik savol. Ushbu oy nomi qadimgi Yunonistonda sevgi xudosi bo'lgan Mabuda nomi bilan uzviy bog'langan. Ochilmoq degan ma'noni ham bildiradi. Savol: mazkur 30 kunlik oy nomini ayting. Vaqt ketdi. Bizda 3-chi raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Mart oyi. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 20 ballik savolimizning javobi esa bu aprel oyi edi. Ya'ni qadimgi Yunonistonda sevgi xudosi bo'lgan Mabuda Afrodita bo'lsa, apriro degan so'z ochilmoq degan ma'noni anglatgan. Xuddi shu oyda aynan yashil tabiat ochiladi. Shuning uchun ham aprel deya nomlangan ekan. 30 ballik savol. Qadimgi Rim shahriga Romul va Rima asos solgan deyshadi. Urush xudosi ularning otasi bo'lgan. Mazkur oy nomi shu nomdan kelib chiqqan. Savol: mazkur 31 kunlik oy nomini toping. Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Esa may. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 30 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 30 ballik savolimizning javobi bu mart oyi edi, ya'ni urush xudosi Mars, shuning uchun ham Mart nomi qo'yilgan ekan. Endi esa bizda 40 ballik savol. Mazkur oyning lotincha nomi 10-chi degan ma'noni bildiradi. Savol: mazkur 31 kunlik oy nomini toping. Vaqt ketdi. Bizda 3-chi raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Oktyabr oyi. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi esa bu dekabr oyi edi, ya'ni detsember 10-chi degan ma'noni anglatadi. Endi esa bizda ikkinchi tur 4-chi mavzuning so'nggi 50 ballik savoli. Mazkur oyning nomi qadimgi Rimda yil va vaqt xudosining nomidan olingan. 15-asrgacha mazkur oy yilning 11-oyi deb yuritilgan. Savol: ushbu 31 kunlik oy nomini ayting. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 50 ballik savolimizga ham javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi bu yanvar edi, ya'ni Yanus xudosi sharafiga qo'yilgan oy hisoblanar ekan. Bizda ikkinchi tur 4-chi mavzu ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa ikkinchi turning so'nggi 5-chi mavzusi muzlatgichlar mavzusi. Ikkinchi turning so'nggi 5-chi mavzusi muzlatgichlar. Sizlarga bu mavzuda omad tilagan holatda 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. O'tgan asrning 20-yillarida kanadalik ishbilarmonlar AQShdagi muzlatgich ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga qarshi o'ziga xos kurash boshlashdi. Chunki ushbu ishbilarmonlarning bozori kasod bo'la boshlagan edi. Savol: ushbu ishbilarmonlar nima sotishar edi? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Muz. Muz, barakalla, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 10 ballik savolimizda muz haqida gap ketmoqda edi. Qaysi so'z sizga yordam berdi?
Muzlatgich haqida keldik. Muzlatgich haqida ekanligi sizga yordam berdi. Juda ham yaxshi. Ofarin. Sizni 10 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Endi esa bizda 20 ballik savol. Dastlabki muzlatgichlar General Electric firmasi tomonidan 20-asr boshida chiqarila boshlagan. Ularning ikkita noqulay tarafi bo'lgan. Birinchidan o'zidan yomon hid chiqargan. Savol, ikkinchi noqulayligini siz toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 20 ballik savolimizga javob variantlari bo'lmadi. 20 ballik savolimizning javobi esa bu kuchli shovqin chiqargan, ya'ni birinchi labdan o'zidan hid chiqargan va ikkinchi tomoni esa bu kuchli shovqin chiqargan ekan. Bizda 30 ballik savol. Ushbu shartnoma imzolangach, tanqidchilar tomonidan AQSh hukumati shuncha katta muzlatgichni nima qiladi? Jonson oq ayiqlar uchun park qurmoqchimi degan tanqidlar gazetalarda tinmay yozilgan. Savol, gap qaysi? Oldi-sotdi shartnomasi haqida ketmoqda. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 30 ballik savolimizga ham javob variantlari bo'lmadi. 30 ballik savolimizning javobi esa bu Alyaskani sotib olinishi edi. Ya'ni AQSh hukumati Alyaskani sotib olganidan keyin AQSh hukumati shuncha katta muzlatgichni nima qiladi? Jonson oq ayiqlar uchun park qurmoqchimi degan gazetalarda tanqidlar tinmay yozilgan ekan. 40 ballik savol. 1990-yillar o'rtalarida AQShda chiqqan ovozli muzlatgich mashinaning temperaturasini, elektroenergiya manbaidagi uzilishlarni, konditsionerni tozalash kerakligi kabi ma'lumotlardan tashqari aynan shuni ham eslatib turadi. Savol, yana nima haqida xabar beradi? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 40 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi esa bu muzlatgich eshigi ochiq qolgani haqida ham aytib o'tar ekan. Endi esa bizda ikkinchi tur 5-mavzuning so'nggi 50 ballik savoli, ikkinchi turning ham so'nggi savoli. Parijda o'tgan yozgi Olimpiada o'yinlarida o'zbek sportchilari uchun yurtimizdan turli xil oziq-ovqat mahsulotlari muzlatgichlarga solinib, samolyot orqali yetkazib berildi. Bu oziq-ovqat mahsulotlari orasida turli xil poliz ekinlari, yeguliklar, mevalar va ular ham yetkazib berilgan. Hazillardan birida o'zbek sportchilarining jahon arenalaridagi ishtiroki haqida gap borar ekan, u alohida eslanib o'tilgan. Savol, uni qanday mahsulot ekanligini toping. Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? O'zbeklarni shu go'shti tandirdi. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda hali ham imkoniyat mavjud to'g'ri javobni aytish uchun. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi, to'g'ri javob varianti bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi esa bu muz qaymoq edi. Ya'ni Parijdagi sportchilarimiz uchun muz qaymoqlar ham yetkazib berilgan. Hojiboy Tojiboyevning futbolchilarimizning jahon chempionatidagi ishtiroki orzusi haqidagi hazilida muz qaymoq ham alohida eslatib o'tilgan. Bizda ikkinchi tur ham o'z yakuniga yetdi. Endi esa birinchi va ikkinchi tur natijalari bilan tanishish, bilimdonlarimizning ishtirokini bilish uchun ekspertimiz Azamat aka Matkarimovga yuzlanamiz. Demak, aziz yurtdoshlar, biz ikkinchi tur yakuniga ham yetib keldik va albatta bunda bilimdonlar biroz sustkashlikka yo'l qo'ygan bo'lsa-da, umuman olganda natijalar yomon emas. Demak, biz ruxsatingiz bilan ikkinchi tur natijalarini o'qib eshittiramiz. Demak, ikkinchi tur yakuniga ko'ra, birinchi raqamli ishtirokchimiz Abbosbek Yusupovda -100 ball va jami ikkita tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari -60 ballni tashkil etadi.
Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Mohinur Sherjonovada ikkinchi tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari -30 ballni va jami to'plagan ballari 60 ballni tashkil etadi. Va uchinchi raqamli ishtirokchimiz Orifjon Qo'ziboyev ikkinchi turda jami to'plagan ballari 30 ballni tashkil etadi va ikkita tur yakuniga ko'ra to'plagan ballari 120 ballni tashkil etadi. Demak, bizda 3-tur, ya'ni final bahsi turibdi. Demak, bizda 3-turda ishtirokchilarga 4 ta mavzu taklif qilinadi. Ishtirokchilar esa o'zlariga noqulay bo'lgan mavzuni aytib chiqarib yuborishadi va yakunda qolgan mavzu bugungi o'yinimizning final mavzusi sanaladi va ishtirokchilar aynan shu mavzuni o'ynashadi. Shu bilan birgalikda final bahsidagi mavzudagi savollar qiymati 2 karra oshiriladi. Ya'ni biz endi final bahsida 20, 40, 60, 80 va 100 ballik savollarni o'ynaymiz. Demak, final bahsida ham ishtirokchilarga omad tilagan holda final bahsimizni boshlaymiz. Natijalar bilan va final bahsi bilan tanishib oldik. Endi esa men bilimdonlar sizlarga mavzularni o'qib eshittiraman. O'zingiz uchun noqulay bo'lgan mavzuni chiqarib yuborasiz. Abbos sizga mavzularni o'qib eshittiraman. Birinchi mavzu davlatlar bayroqlari, ikkinchi mavzu qiziqarli biologiya, uchinchi mavzu barcha javoblar U harfidan boshlanadi, to'rtinchi mavzu Amir Temur saltanatidagi lavozimlar. Qaysi mavzuni chiqarib yubormoqchisiz? Barcha javoblar U harfidan boshlanadi. Barcha javoblar U harfidan boshlanadi mavzusi final bahsimizni tark etadi. Mohinur sizga ham qolgan mavzularni o'qib eshittiraman. O'zingiz uchun noqulay bo'lgan mavzuni aytasiz va u bizning final bahsimizni tark etadi. Birinchi mavzu davlatlar bayroqlari, ikkinchi mavzu qiziqarli biologiya, to'rtinchi mavzu Amir Temur saltanatidagi lavozimlar. Qaysi mavzuni chiqarib yubormoqchisiz? Qiziqarli biologiya. Bizni ikkinchi mavzu qiziqarli biologiya mavzusi final bahsimizni tark etadi. Orifjon sizga qolgan ikkita mavzuni o'qib eshittiraman. Bittasini chiqarib yuborasiz va qolgan mavzu biz siz bilan final bahsini davom qildiramiz. Birinchi mavzu davlatlar bayroqlari, to'rtinchi mavzu Amir Temur saltanatidagi lavozimlar. Qaysi mavzuni chiqarib yubormoqchisiz? To'rtinchi mavzu Amir Temur saltanati Saltanatdagi lavozimlar. Bizni final bahsimizni Amir Temur saltanatidagi lavozimlar mavzusi tark etdi. Biz bugungi final bahsida davlatlar bayroqlari mavzusini o'ynaymiz. Final bahsida bilimdonlarimizga omad tilagan holatda 20 ballik savolni o'qib eshittiraman. Qo'shnimiz bo'lgan ushbu davlat bayrog'i markazida ko'k fonda burgut tasvirini ko'rishimiz mumkin. Savol: ushbu davlatni toping. Vaqt ketdi. Birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Turkmaniston. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Uchinchi raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Qozog'iston. Ofarin, sizning javobingiz ham to'g'ri. Aynan 20 ballik savolimizda Qozog'iston davlat bayrog'i haqida gap ketmoqda edi. Sizni final bahsidagi ilk 20 ballingiz bilan tabriklayman. Endi esa bizda 40 ballik savol. Ushbu davlat bayrog'i ikkita uchburchakdan iborat. Savol: ushbu davlatni toping. Vaqt ketdi. Birinchi raqamli ishtirokchi Abbos, sizning javobingiz? Qatar. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Xo'sh, bizda 3-raqamli ishtirokchi Orifjon, sizning javobingiz? Panama. Yo'q, afsuski sizning javobingiz ham noto'g'ri. Mohinur, sizga to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 40 ballik savolimizga to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi bu Nepal davlati edi. Endi esa bizda 60 ballik savol. Litva mustaqillik kuni munosabati bilan mamlakat poytaxtidagi bir qancha X'larga o'zgartirish kiritilgan va ular mamlakat bayrog'ini eslatib yuborgan. Savol: X'ni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi.
Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 60 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 60 ballik savolimizning javobi esa bu svetofor edi, ya'ni pastki signali qizil, o'rtasidagi yashil, yuqorisidagi sariq bo'lgan. Uchta signallar bir paytda yoqilgan, harakatni esa yo'l politsiyasi tomonidan tartibga solingan. Bu aksiya Litva poytaxtining asosiy magistralida o'tkazilgan ekan. Endi esa bizda 80 ballik savol. Jar bayrog'idagi qora rang Afrika xalqlarini, qizil rang ozodlik uchun to'kilgan qon, oq esa tinchlikni ifodalaydi. Savol: sariq rang nimani ifodalaydi? Vaqt ketdi. Birinchi raqamli ishtirokchi, Abbos, sizning javobingiz? Quyoshli. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda hali ham imkoniyat mavjud to'g'ri javobni aytish uchun. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 80 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi. Aynan bu yerda sariq rang oltinni ifodalayotgan edi. Bilamizki, jarda juda ko'p oltin va uning zaxirasi mavjud hisoblanadi. Bizda final bahsining bugungi o'yinimizning so'nggi 100 ballik savoli. 1889-yili ushbu davlat bayrog'i yaratilishidagi ma'lum vazifani astronomiya kafedrasi mudiri Manuel Pereira Reis bajargan. Savol: gap qaysi davlat bayrog'i haqida ketyapti? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 100 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 100 ballik savolimizning javobi esa bu Braziliya edi. Ya'ni Rio de Janeirodagi observatoriyada faoliyat yuritgan Manuel Reis bayroqdagi yulduzlar joylashuviga javobgar bo'lgan. Bilamizki, Braziliya bayrog'idagi yulduzlar mamlakat respublika deya e'lon qilinganida Rio osmonida manzarani aks ettiradi. Shu bilan final bahsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa biz bugungi o'yin bo'yicha bilimdonlarimizning ishtiroki va ularning final bahsida to'plagan umumiy ballari bilan tanishish uchun ekspertimiz Azamat aka Matkarimovga yuzlanamiz. Mana aziz yurtdoshlar, bugungi o'yinimizning final bahsi va umuman olganda barcha turlarga va final bahsiga guvoh bo'ldingiz va ko'rib turganingizdek, albatta ishtirokchilarimiz qaysidir mavzularda faol bo'lgan bo'lsa, qaysidir mavzularda albatta o'z bilimlarini yanada oshirib olishlarini guvohi bo'lishdi. Demak, diqqat qiling va biz bugungi o'yinimizning final bahsida va jami to'plagan ballarini o'qib eshittiramiz. Demak, ishtirokchimiz, birinchi raqamli ishtirokchimiz Abbos Yusupovda final bahsida jami -140 ball va bugungi o'yinda to'plagan ballari -200 ballni tashkil etadi. Shuningdek, ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Mohinur Sherjonovada bugungi o'yinning final bahsida jami to'plagan ballari 0 ball va bugungi uchala tur yakuniga ko'ra to'plagan ballari 60 ballni tashkil etadi. Va bugungi o'yinda faol ishtirok etgan 3-raqamli ishtirokchimiz Orifjon Qo'ziboyev final bahsida -20 ballni qo'lga kiritdi va jami to'plagan ballari 100 ballni tashkil qiladi. Va ushbu ishtirokchimizni keyingi bosqichga, ya'ni oy finali bosqichiga yo'l olgani bilan tabriklaymiz. Umuman olganda bugungi o'yinda ishtirok etgan uchala ishtirokchiga ham albatta o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Abbos, Mohinur, sizlarga ishtirokingiz uchun rahmat aytamiz va keyingi efirlarda sizlarni kutib qolamiz. Hech qachon bilim olishdan, izlanishdan to'xtamang. Orifjon, sizni oy bilimdoniga o'tganligingiz bilan tabriklayman va keyingi efirlarda sizni kutib qolamiz. Hech qachon izlanishdan, bilim olishdan, yangiliklarni o'rganishdan to'xtamang, aziz yoshlar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.